أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أمد bugünkü dersimiz arkadaşlar kitabımızdan çoğun ikinci kısmı yani el-ahkam el-şer'iyye'nin ki 3. babı el-mahkum fih. Biz el-ahkam el-şer'iyye'de birinci mezmunda el-hakim to'g'riliq so'zladik, ikkinchi mezmunda el-hukm to'g'riliq so'zladik. Endi bugungi mezmunda el-mahkum fih. El-mahkum fih deganimiz, ya'ni yuqorida biz so'zlagan, ilgirgi darslarda so'zlagan hukm shuning haqida tushgan, ya'ni shuningga munosabatli bo'lgan ish harakat, ya'ni mukallafning ish harakatini el-mahkum fih deymiz. Abturmo darsning o'zida ham katakchining ichida el-mahkum fih deganimiz huwa fi'lul mukallaf allazi ta'allaqa bihi hukm ash-shari'. Shari'ning hukmi shuningga munosabatli. Shari'ning hukmi degani usuliyning nazarida shari'ning xitobi deganlik bo'ladi. Shu xitob nima haqida tushgan bo'lsa, nimaga munosabatli bo'lgan bo'lsa, shu ish bugungi darsimizning temasi bo'lgan al-mahkum fi bo'ladi. Ya'ni grammatika bo'yicha tahlil qilsak, allazi al-mahkum degi al-alif lam yuhkamu fi, ya'ni hukm shu haqida tushgan ish degan ma'noda. Endi shoir nima Abtur buni bir necha misollar bilan tushuntirdi. Biz shu orqali tushunib oxiriga o'taylik. Amaliyotda bugungi dars qiyin emas, faqatla. Masalan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud desa. Biz yuqoridagi o'rgangan mazmunlarimiz bo'yicha ya ayyuhallazina amanu awfu bil uquddagi awfu bil uqud xitob hukm bo'ladi bizda. Endi shu xitob nima haqida desa, va'daga vafo qilish haqida deydigan bir gapni chiqara olamiz har qanaqamiz. Dal mushadagi awfu bil uqud xitob va'daga vafo qilish haqida degandagi haqida bo'lgan va'daga vafo qilish dal bugungi darsning temasi bo'lgan al-mahkum fi bo'ladi. Ya'ni musha xitobdan ilingan ijob mukallaflarning ish harakatlaridan bo'lgan bir ish harakatga bog'landi, munosabatli bo'ldi. U ish harakat bo'lsa-mu dal aqdiga vafo qilish ma xitob ma ishni shuni bilan vojib qildi. Demak, ma xitobdan bizning talab qilinadigan ish nima desa, dal vojib. U bo'lsa-mu aqdiga vafo qilish. Bu bir misol. Yana bir misol, ya ayyuhallazina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Müşurunda faktubuhu degan xitob bor. Buni biz hukm deymiz usuliyning islohi bo'yicha. Müşurundagi mush xitobdan faktubuhu degan xitobdan ilingan nad nimaga munosabatli desa, mukallaflarning ish harakatlarining bir ishga munosabatli. Nima nadbi desa, dal qarzni yezib qo'ygan. O'g'anda mush xitob, mush hukm ma ish harakatini mandub qo'ydi. Mandub qildi. Halaqa biz hukmni tunishtirayotgan vaqtida xitob hukm, masalan ijob, uning ta'siri vujub. Shu ta'sir tufaylidan bizdan talab qilinadigan ishni vojib, tahrim, hurmat, muharram, nad, mandub deb 3 turga ayirgan emas, mana shuning eng oxiridagisi dal mahkumun fi hulud. Yana bir misol, wala taqtulun nafs. Mush wala taqtulun nafsning o'zi bir usuliylarning nazarida hukm bo'ladi. Endi mush xitobdan, mush hukmdan ilingan at-tahrimul mustafad degani mush hukmdan ilingan tahrim degan hukm masalan nega munosabatli bo'ldi desa, mukallaflarning ish harakatlarining bir harakat munosabatli bo'ldi. U bo'lsa-mu bir jonni o'tirish dal ma hukm ma ishni harom qildi. Hükümnin ta'siridan ma ish muharram bo'lib aylandi. Mana bu mahkumun fi huludu. Va la tayammamul khabisa minhu tunfiqun degan oyatda musha xitob va la tayammamu degan xitobdan ilingan makruhlik mukallaflarning ish harakatlaridan bir ish harakatga munosabatli bo'ldi. U bo'lsa-mu harom yoki najis molni chiqim qilish, shuni bilan ma hukm ma ish harakatni makruh qilib qo'ydi masalan. Yani bir misal, فَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Mayada فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ degan ma xitobning o'zi bir hukm. Bu xitob nimaga munosabatli? Qandoq vaqtda ro'za tutmay boshqalar ro'zasi bo'ladi desa, bu xitob kasal yoki safarga munosabatli bo'ladi. Unda ma hukm ash kasallan safarni kullu minhuma degan ash kishidan har birini ifto qilishni mubah qiladigan omil yoki mubah qiladigan sabab qilib belgilab qo'ydi. Demak, hukm bir ishga bog'lanib, shu ishga ma'lum bir ta'sirini bergan bo'lsa, faktubuhu degan hukm ilm bilim qarziga munosabatli bo'lib, ilm bilim qarziga
icab yoki bo'lmasa nadb degan ta'sirini kirgizib, shu ishni mandub qilgan bo'lsa, bu yerdagi faktubuhu hukm bo'ladi. Shu ish, munosabatga bo'lgan ish nima bo'ladi? Mahkum fi bo'ladi. Xo'sh. Bu demakchi o'g'limiz nima desa, demak nasdan chiqadigan har qanday hukm yoki boshqa yerdan chiqadigan har qanday hukm, ya'ni shariatning ahkomlaridan har qanday hukm cho'qim mukallaflarning fe'llaridan, harakatlaridan bir harakatga munosabatlik bo'ladi. Ya biz o'tganda degandek, hukmning ta'rifati degandek, talab yo'li bilan ya taxyir yo'li bilan yoki vaz yo'li bilan. Unda har qanday hukmning mahkumun fihsi degan. Shu vajidan har qanday hukm bo'ladigan uning mahkumun fihsi bor degan vajidan hükümni icra qilish babiga kelgan vaqtimizda mahkumun fihga munosabatlik bir bilik qoida prinsiplar, bir bilik shartlar bo'lishi tabiiy. Chunki hukm o'zi mustaqil ijro olmaydi ekanda, chunki hukm bo'lish uchun hukm bir mukallafning ish harakatiga cho'qqin bog'liq. Unda hukm bayoning hammasida mahkumun fihwa. Hükümning hüküm bo'lib ijro qilinishi uchun mahkumun fih tepilishi yoki mahkumun bihda biz tuani demakchi bo'lgan ma'lum bir shart-sharoitlar tepilishi kerak. Shunga olib turadi aytadi va minal muqarrar. Shu prinsipga cho'qim taklifat ish harakati bilan bo'ladi. Shariatning taklifi hukmining hammasi cho'qim mukallafning ish harakatiga bog'liq. Demakchiki hukm ba mahkumun fihwa. Hüküm ba mahkumun fihwa. Hüküm mahkumun fihsiz, yani şariat mükellefning bir ish harakatisiz hüküm tepilmez demek. Onda hüküm mahkumun fihdan ayrılanmaydigan bir bab. Abdur davatıda fa iza kana hukmu şari bir noktaga diqqat qilinglar. Ish harakatining mukellefning bir ishni qilishi de bir eg'iz gapni dedik biz ham. Har qanday hukm mukallafning bir fi'liga bog'lanadi. Fi'l degan gap qilish degan gap. Tamam. Shariatning hukmi ijab nadb bo'lib qolsa masala aniq. Chunki bu ijab nadb har ishkalasi bir ishni qil deydigan hukm. Ijab nadb bir ishni qil deydigan hukm. O'g'andika mukallafning qilishi degan gapga to'g'ri keladi. Chunki ijabning munosabatli bo'lgan tarafi dal vojibni qilish kaskinlik bilan qilish bor. Nadbining munosabatli bo'lgan tarafi mandubni qilish kaskinlik yoki ilzom yo'llan emas masalan. Har holda mayli vojibda, mayli nadbida qilish bor ish qilib. Demak, ikkili holatda taklifat bir ishni qilishga bog'langan bo'ladi. Endi shariatning hukmi tahrim bilan makruh bo'lgan vaqtda, tahrim bilan makruh degan gap qilma degan gap-ku. Unda mukallaf degani taklif qilingan ish ikkili holatda ham qilish deymiz buni. Bu qanday qilish ham bu ishga qilma deb tursa desa, chunki u qilma emas, shu ishni qilishdan yig'ilishning o'zimi bir ish harakatni qilish. Ya'ni nafsini haromni qilishdan yig'ish, makruhni qilishdan yig'ish. Yig'ish deganning o'zimi bir ishni qilish deganlik bo'ladi. Demak, usulillahninki la taklifa illa bi fi'lan. Har qanday taklifat cho'qqin bir ishni qilishga bog'lanadi degan gapim shu. Chunki vojib bilan nadbmu qilish, tahrim bilan kirohamu ham qilish. Bu qanday qilish desa, shu ishni tashlashni qilish. Ya'ni yig'ilish degan o'zini bir qilishda. Ya'ni fi'l qilish degan yig'ilishni o'ziga oladi. Ya'ni nafsni shu ishni qilishdan to'sash bo'lgandan keyin to'sash degan musbat manfimi. Musbatda yana qilish, o'zini to'sash degan gap bu. Musharqiliq butun amrlar, butun cheklimlarning hammasi mukallaflarning af'allariga munosabatli bo'ldi. Amrlarda mukallaf amrlarda mukallaf bi shu burilgan ishni qilish bo'ladi. Navohilarda mukallaf bi dal cheklangan ishni nima bo'ladi? Yig'ilish. Har holda qilish degan gap yig'ilish, qilish, hammasi qilish. Bo'lganda usulillahninki butun ahkomlarning hammasi, taklif, hukm taklifining hammasi bir ishni qilishga munosabatli degani, hukm taklifi bizdan bir ishni qilishni talab qiladi. Amrul vojibda shu ishni aynısini qilish, nahiy bilan harom bilan makruhda shu ishni tashlash, yani o'zini cheklash bo'lganligi u bir qilishda. Xo'sh, endi gap bu yerda emas. Bizning bugungi darsning asosiy mazmuni yuqoridagi mazmunlar emas. Biz bugun nimani isbotlamoqchi desanglar, hukm babida cho'qqin mahkumun fi hududi deb bo'lgandan keyin, xo'sh, mahkumun fi hududi nima bo'ladi desa, mahkumun fi'ning o'zgarishlik shartlari bor. Xuddi hukmning nurg'un shartlarini o'tirib qo'ydik, hukmning ijro qilinish tartiblarini o'tirib qo'ydik, hukmning demak hukmga munosabatlik mazmunlarni hamma to'liq emasmi? Endi hukm bo'ladigan cho'qqin mahkumun fi bo'lish kerak. Anda mahkumun fi'ning shu hukmning ijro bo'lish taraflarida ma'lum ko'rsatilgan nimalar va ta'sirlar va anda bo'lsa shu munosabatlik mazmunlar nima degan keldik-ku. Endi davatida
taklifatning fi'il ma'lum bir ish harakatga taklif qilinishining sahihligining sharti degani mahkum fi'lga shart. Hükümün hüküm oluş üçün mahkum fi'lga shart deb tushunsak bo'ladi buni. Taklifatning ma'lum bir ish harakatga taklif qilishning sahihligining sharti degani yani hükümün hüküm buluş üçün mahkumun fi'lga nima shart nima desa shar'an shuningga taklif qilish durust bo'ladigan ish harakatda 3 shart qilinadi. 3 shart. Birinchisi qizil xatlik o'rinlar qarang kitoblardagi qizil xatlik bo'lib qolsa. Birinchisi mushi ish mahkumun fihi demakchi. Mukallafga to'liq aniq bo'lish kerak. Ma'lumligini bilinadigan bilish kerak mukallafini. Nimishqa mukallaf shu ishni ijro qilishni, o'zidan talab qilingandek ijro qilishga qodir bo'lsin uchun. O bilmaganini qila olmaydi. Bu birinchi shart. Bilish kerak. Asla qaranglar, ikkinchi shart. Ikkinchi shartda shu mahkumun fihi bo'lgan haliqi ish shu ishga bo'lgan taklifat, at-taklif bi taklifat huquq va zatdan sodir bo'lgan yoki mukallaf uning ahkomlariga ergashish vojib bo'lgan kishilardan sodir bo'lganligi bilinish kerakki, bu taklifat üstü tarafdan kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh tarafidan, Allohning Rasuli tarafidan kelganligi aniq bo'lishi kerak. Mana shu vaqtda dalil bo'lishi kerak. Üçüncü shart cho'qim shu mukallaf bi bo'lgan haliqi mahkumun fi bo'lgan ish mumkin qililadigan ish bo'lishi kerak yoki mukallafning qudratida shuni qilish yoki yig'ilish qudratida bo'lgan ish bo'lishi kerak. Agar mening toqatimdan sirt qilinmaydigan ish bo'lib qolsa, bu mahkumun fi. Ya'ni hukm uningga qanday qilinmaydi, bog'lanmaydi. Mana bu shu bugun darasninki asosliq mazmuni mahkumun fi'ning sharti 3. Birisi mahkumun fi bilinish kerak. İkincisi mahkumun fi delil manba jihatda bizga shariat tugizish, ahkomlarni yo'l qo'yish huquqi va zot tarafidan, ya'ni Allohning Rasuli tarafidan kelganligi bilinish kerakki, dalilini qo'yish kerak demakchi. Ya'ni o Qur'on hadisdan chiqish kerak yoki shunga ergashgan boshqa dalillardan chiqish kerak. Uchinchisi, shu taklif qilingan mahkumun fi bo'lgan mukallaf bi ish biz qila oladigan mukallafning qudratida ba mumkin ish bo'lish kerak. Mush 3 shart, boshqa gap yo'q. Endi biz qolgan izohlarni mishani ko'rib boqaylik. Davatudu buningga asosan va ala hada birinchi shartga asosan Qur'oni Karimning ijmoliy nasri. Ijmoliy nasri deganimiz maqsad bayon qilinmagan narsalar. Masalan, namoz o'qinglar dedi. Namozning tafsiloti yo'q. Zakat beringlar dedi, tafsiloti yo'q. Ro'za tutinglar dedi, tafsiloti yo'q. Mushu naslar bilan mukallafga taklif qilish cho'qim shu naslarga Rasulullohning bayoni qo'shilib bo'lgandan keyin durust. Chunki tushunilmaydi bizga nisbatan. Taki Rasululloh kelib sallu kama ra'aytumuni usalli. Xudu anni manasikakum. Shundaymi? Degandek iboratlar bilan o'zining amaliy ish harakatlari bilan namozning tafsiliy ahvolini, o'zining qavliy hadislar bilan zakatning tafsiliy ahvolini, o'zining amaliy ahkomlari bilan hajning tafsiliy faoliyat jarayonining hammani bizga ko'rsatib qo'yganga qadar naslarga amal qila olmaydi. Amal qildi deb qilmaymiz. Chunki bizga nisbatan Alloh nimani irod? Namozni qanday o'qiymiz? Zakatni qanday beramiz? Hajni qanday qilamiz? Aniq emasda va boshqa narsalarimiz shu. Masalan, va aqimus solat desa, Qur'onning nassi namozning arkonlarini bayon qilmadi, shartlarini bayon qilmadi, ado qilishning qandayligini bayon qilmadi. Undaganda arkonlarini o'qimaydigan, shartlarini o'qimaydigan, ado qilishning qandayligini o'qimaydigan odamni qanday namozga taklif qilib olsin, taklif qilsin unda odam. Masalan, hozirmi deyli, bir odam yangidan musulmon bo'ldi. Hayotida islom to'g'riliq, namoz to'g'riliq bir narsa anglab bo'lgan. U odam masalan namoz o'qib deb qo'yiblam, kelsak qanday namoz o'qiydi? Masalan, shunga Rasululloh ijmoli mazmundagi oyatlar naslarni bayon qilib berdiki, nim deb desa, sallu kama ra'aytum usalli. Men namoz o'qigandek o'qing deb, amaliy namoz o'qib bizga ko'rsatib berdi. Sahobalar buni mutawatir shaklda bizga rivoyat qildi. Bizning hozirgi namozlarimiz Rasulullohning amaliy ish harakat sunnatlaridan qanday qilingan ilmgan. Shundan keyin ham qilib. Shuningdek haj, savm, zakat shariatning xitobi shunga munosabatli bo'lgan har qanday bir ish harakat hammasi ijmoliy naslar hisoblanadi. Ijmoliy hukmlar hisoblanadi. Shariatning murodi bundan bilinmaydi va uningga taklif qilish to'g'ri emas. Mukallaflarni uni ijro qilish to'g'ri emas, talab qilish illaki bayon qilib bo'lgandan keyin. Cho'qim ijmoliy bayon, ijmolliq bayon qilinib, tafsiliy bayon qilinib, ujur-bujurlik aniqlanib bo'lgandan keyin andan keyin qildigan bo'lduğunu. Shunga Rasululloh bayon qilish huquqini o'zining rasuliga bergan va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Aminat Rasulullohning o'zining qavli, fi'li, sunnatlari bilan Qur'oni Karimda ijmoliy keltirilgan ahkomlarni bayon qildi. Ulamolar
bayanning ehtiyoj vaqtidan kechikishning to'g'ri emasligiga ittifoq keldi. Demak, Rasululloh hayotida bayon qilishga tegishli butun ahkomlarning hammani bayon qilib bo'ldi. Bayon qilinmaganlari amal qilolmaydiganlari, bayon qilganlari bizga taklif bo'lib tushadiganlari. Mana bu birinchi shartning oxirisidan chiqadigan munosabatlik mazmunlar. Endi biz mahkum fihdagi ikkinchi shartni mahkumun fihga bo'lgan munosabatlik bo'lgan hukm, ya'ni taklif bih degani shunga taklif qilish, ya'ni hukm cho'qim taklifat huquqi baz zatdan yoki mukallaf ahkomlar agish vojib bo'lgan kishilar tomonidan chiqilishi kerak dedi. Ya'ni chunki ma'ni aniq bilishlar orqali, ma hukm Alloh tomonidan kelibdi. Ma hukm Rasululloh tomonidan kelibdi. Ma'ni ulamolar ijtihod qilibdi. Ma'ni mujtahidlarimiz qiyos qilibdi degandek, ma ma'lumot ma'ni. Bi hazal ilm degani ma'ni bilgan vaqtimizda undan keyin shu mukallafning irodasi ijro qilish qo'yiladi. Alloh buyurdi desa, biz ikkilanmaymiz. Rasululloh buyurdi desa ikkilanmaymiz. Ulamolar ijmo kelibdi desa ikkilanmaymiz. Mujtahidlarning qiyosiz ikkilanmaymiz. Unda olmay u Muhammad Samat kelgan habba va dabba kishilarning hammasi manda desa uni qilayver. Chunki bu shariatning sohiblari bor. Shu sohiblar tomonidan kelgan ahkomlar bizga majburiyat bo'lib tushdi. Unda bizning amal qilish majburiyatimiz yo'q uni. Mana bu dal har qanday dalili shar'iydagi tunji bahsining shu dalilning mukallaflarga hujjatlik ekanligining sababi. Masalan, oyada Qur'on so'zildi. Dalil ahkam shar'iy adilla shar'iyyaning ichida birinchi dalil Qur'on. Shuning ichida hatta hujjatuhu deb bir gap bor. Ikkinchi dalil sunnat dedik. Buning ichida hujjatuhu deb buning dalil keltirdik. Ijmo dedik, hujjatuhu. Qiyos dedik, hujjatuhu. Qolgan shar'iy 6 dan dalilning hammani bayon qilib, har birisida hujjatuhu degani cho'qim mukallaf mushu dalilga tayinib, dalildan chiqqan hukmlarga amal qilish kerakmi? Ya'ni buning fakti bormi? Yoki kerak emasmi? Kerak deb ustimizga majburiyat deb tanilsa, biz o'zligimizdan bu bizning majburiyatimiz, bizga tushgan hukm bu deb ijro qilaveramizda. Ya'ni shu adillalar dalolat qiladigan, dalillar dalolat qiladigan ahkomlar mukallaf ijro qilish vojib bo'lgan ahkommi emasmi degan. Hujjat degani shu gap shu. Delilning hujjatligi degan gap, shu dalil chiqimdan chiqadigan ahkomlar mukallaflar uni ijro qilish, tanfiz ijro qilish vojib bo'lgan ahkommi emasmi? Ma'ni tunji qidim bahs qilinish har qanday dalilda. Mana bu dal har qanday yerlik qonun, hokim ma qonunni majlisul vuzaraga to'g'rilash orqali, majlis vuzara degani ministrlar kengashi masalan, parlamentning qo'shilishi orqali chiqargan ikkinlik dalolat qilgan xos tamg'u bilan bunda tamg'u qo'yilib avatilganligining sababi. Masalan, deymiz bizning yurtlarda qizilboshli tamg'u deb qo'yamiz-ku. Har qanday bir hujjatga bir tamg'u qo'yilsa, buni cho'qim palani yerdan kipti deb undan keyin tuyanlik urullar uni ijro qiladi. Shunga o'xshash gap tushunish to'g'ri gap qolsa. Nimish qadisa mukallaflar shuni bilsinki, ma qonun, shu qonun chiqish huquq va kishilardan sodir bo'libdi. Ularning taklifatlarini, buyurmalarini ijro qilish vojib bo'lgan kishilarning qatoridan tushibdi deb, undan keyin ijro qilish yuzlanadigan gap. Bu har qanday yerda aniq masala bu. Abdurmayda mana misoldan keldi. Bu demak, agar bizga bir dani hukmning Alloh tomonidan kelganligini bilmasak, Rasululloh tomonidan kelganligini bilmasak, yoki biz e'tirof qiladigan din amonatdor, ilmiga ishonch qiladigan mujtahidlar tomonidan kelganligini bilmasak, uni biz ko'tarib olib qo'ymizda. Shunga ikkinchi shart taklifatninki taklif qilish huquqi va tarafdan sodir bo'lganligi bilinish kerak. Uni bilishimiz kerak avval. Endi mishada shuni mulohaza qilish kerakki, mukallafninki o'zi taklif qilingan narsani bilishi degan gap, unda hammani tafsili bilish kerak emas, balki bilish imkoniyati. Qanaqdir amaliy bilish emas. Inson aql qadrulib balog'at yetsa, inson qachoniki aql shariy ahkomlarni o'zi yoki ahli zikrdan so'rash orqali bilishga qodir holatda shunda balog'at demak uni aqli joyida, atrofida so'z so'ralaydigan ulamolar va yoki o'zi o'qib tushunadigan kitoblar va bunday balog'at kelsa, bas taklif qilingan narsani bilgan bo'lib qataq ilinaveradi. Uningga nisbatan ahkomlar ijro qilinaveradi, ahkomning ta'sirlariga majbur qilinaveradi. Uningdan bilmabdimi degan uzr qabul qilinmaydi. Illaki endi bir odam Kupur davlatida, Kupur shahrida atrofda hech qanday musulmon yo'q, o'zi yolg'iz musulmon bo'lib qoldi. Din to'g'riliq bilish imkoniyati yo'q, ma boshqa. Ammo atrofida ulamolar bor, tarjima kitoblar bor, masalan, o'zi o'qiy oladi, so'z so'ray oladi, boshqalar o'qiy oladi, endi bunda holatda bilmabdimi deyish qabul qilinmaydi. Shunga fuqaholar deydi, Darul Islomda
shar'iy hukmni bilmaganlik o'zrisi qabul qilinadi. Chunki agar taklifatning sahihligiga, mukallafning o'zi taklif qilingan ishni amaliy bilishi, o shart qilingan ishlar qolsa, zodi haqiqiy bilsa, maning haqqida hukm, bilmas hukm emas deyilsa, mastaqomat taklifi taklif to'g'ri bo'lmay qoladi vaqtida. Normal bo'lmay qoladi. Hammadan bilmabdimi deydiganlar yerga chiqadigan gap. U vaqtida ahkomni bilmaslik bilan o'zri aytishga sahada kengayib ketib, kim nima ishni qilmagan bo'lsa, nima ishni ijro qilib qolgan bo'lsa, bilmabdimi deb ham o'zri ko'zida ish chiqadi-da. Tuanda Abdur mushunga munosabatlik bir misol tariqida yerli qonunlarni akatdi, o'tib ketib qolsin. Demak, xulosalasak, yuqorqi ikkinchi shartni xulosalasak, فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليله. Yani mükellef onun delilini biliş imkaniyetiga ega. Ve onun delili shar'iy hujjat ekanligini bilish imkoniyatiga ega bo'lgan har qanday shar'iy hukm. Demak, mukallaf bilsa bilalaydiganda, amaliy biladigan emas. Chunki amaliy bilish shart qilsak bayatlagandek, hammadan bilmabdimi deb chiqib qoladi. Amaliy bilish imkoniyatiga ega. Bilsi bilalaydigan har qanday hukm mukallaflar shu hukmdan chiqilgan mazmun. Agar shu vojib, mayli ma hukmni o'zi chiqarsin yoki ahli zikrdan so'rash orqali chiqarsin, qanday shaklda chiqarsin, shaydan chiqilgan hukm uning ustiga ilzomiy shaklda bekitilaverdi, u ijro qilish kerak. Xo'sh, undaganda mahkum fihningki ikkinchi sharti cho'qim shu mukallaf tarafidan ma ahkam kim tarafidan taklifat qilish huquqi va tarafidan chiqarildi ekanligi bilinish kerak. Bilinish degani bilinish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Ma ikkinchi shart. Mahkum fi'ning uchinchi sharti shu talab qilingan mukallaf bih fi'l degani shu bizga taklif qilingan iliq harakat mumkin bo'lishi, qiladigan ishlar. Yoki bo'lmasa mukallafningki qudratida shuni qilish, yig'ila olish imkoniyati bo'lishi kerak. Uni qilmaydigan ishni kelib, masalan, hukumat taklifi, ma'ni qilishing kerak, ma'ni to'xtatishing kerak, ma'ni yenishing kerak, u ish olmaydi. Endi ma shartdan tuanda ikki dona shaxsilanib chiqadi. Birisi shar'an mustahil, mumkin bo'lmaydigan ishlarni taklif qilish lojuz. Mayli o o'zi mustahil olsun degani, o'zi mahal olsun yoki g'ayri sabab tufaylidan mumkin bo'lmaydigan ish olsun, qanday olsun, qilolmaydigan ish taklif qilish to'g'ri emas. Masalan, o'zi mustahilning misoli ko'rsak, aqlan mustahil. Lekin aql uning mumkinligi ishga zid narsani o'tirinchi qilgan o'xshashki, bir ishni birla vaqtda ham qilish vojib, ham harom desa, bu mumkin emas-da bir shaxsga. Yoki ishga kam narsani o'tirinchi qilishki, birla vaqtda ham uyqu, ham o'g'oqlik degandek. Ma'u o'zi mahal bo'lganning mumkin bo'lmaganning misoli. Endi boshqa sabablar tufaylidan mahal mumkin bo'lmaganning misoli. Odatdagi mahal mumkin bo'lganning odat aqlni o'ylasa badak, lekin amaliyotda koinotning qonuniyati yoki umumlashgan odat uni badab ijro qilmaydi. Masalan, inson havoda aeroplansiz uchish desa, sen uçmasan olmaydi deb, buni degil olmaydi masalan. Uruqchisiz ziraatni o'ylashki, u mumkin emas masalan. Chunki aql kallidamda odatda Ashta qilamu degandek tasavvurni qilasiz, lekin amaliyotda normal dunyoning qonuniyati uni yo'l qo'ymaydi masalan. Chunki uning vujudi aqlan yoki odatan tasavvur qilinmaydigan narsa mukallafni uni qilish mumkin emas-da, bu o'zining ixtiyori emas-da. Alloh har qanday nafsni uning ixtiyori etgan ishlarga taklif qildi masalan. Alloh bihudichilikdan uni qilishga yo'l yo'q ishlarga taklif qilishdan hakim zot Alloh. Undaganda mushad usulining tuandagi gapi chiqadiki, bir shaxs birla vaqtda bir narsa bilan ham burilib, ham tuzalmaydi. Ham bir narsani ham qil, ham qilma degilmaydi. Chunki ma'vo ikki zidnatning o'tirini jug'lashga taklif qilganlik, u o'simi ikki zidnat olsun bir narsani birla vaqtda bir mukallafniki ham qilish, ham tashlash deb manda xulosaldi. Unda hozir yuqoridagi mumkin ma'laqi. Uchinchi shart mukallaf bih bo'lgan ish harakat, mahkumun bih bo'lgan ish harakat mumkin bo'lishi degan gapdan chaqchilanib chiqqan birisi mumkin emas mustahil ishlarga taklif qilish lojuz. Ma birinchi chaqcha. Ikkinchi tarmoq mazmun shar'an mukallafni o'zining boshqalarning bir ishni qilishi yoki boshqalarning bir ishni yenishiga taklif qilinmaydi-ki, Ahmad Samatdan so'roq qilinmaydi. Ahmadning ustiga kelib, "Ey Ahmad, sen Samat namoz o'qisin. Ma Samat haroq qilmasin. Ma Samat askish qilmasin" deb Ahmadga tushagilolmaydi. Chunki boshqalarning ish harakatini inson kontrol qila olmaydi. Uni tushundirish hojatsiz. Chunki boshqalarning bir ish harakatini qilishi yoki boshqalarning bir ish harakatdan yig'ilishi uning uchun mumkin emaski, u hammadan o'z ishini qiladi. Men haqni qildira olmayman, chunki mening kallam mening putqalam bilan kontrol qiladi. Mening kallam aning putqulni kontrol qilolmaydi-da.
Bunun asasen insan dadasının zakat verişige, qarindishining namoz o'qishiga, qo'shnisining o'g'liqni yig'ilishiga taklif qilinmaydi. Demek insan boshqalarga munosabatlik taklif qiladigan eng yuqori taklif nasihat. Amr bil ma'ruf nahy anil munkar. Ma'u degan bu maqdur ishlarning qatoridan. Haza min fi'lihi al maqdurlar degani mukallafningki o'zining qudrat etadigan ishlarning qatoridan. Ammo boshqalarni bunda qildirish, etkizish insonning qo'lida kelmaydi. Illaki buyurish, yetaklash, nasihat qilish ma'ul keladi. Şuna başqalarının teklifati başqalarının gədinə düşməydi. Ma ikincisi. Yəni şuningdek şər'an yana insanga cibilli bo'lgan ishlarga taklif qilish to'g'ri emas. Cibilli degani yaratilma. İnsanın təbiətidəki ishlarga, manda ishlarga taklif qilolmaydi insonni. Buni cibilli ish degan nima desa, tabiiy sabablarning natijalari insonning buningda hech qanday kasbi yo'q degan gap qilgan amaliy ta'siri yo'q va ixtiyor tanlash yo'q. Masalan, ochiq kelgan vaqtda qattiq hayajonlanib ketish. O inson uni hayajonlanmaydi, hayajonlanmag'ildigan emas. Qizlar vaqtda qizilib ketish, qizzama degan olmaydi masalan. Birovni yaxshi ko'rish qalbidan, birovni o'z ko'rish u yaxshi ko'ray deb yaxshi ko'ngildigan, yaxshi ko'may deb yaxshi ko'ngildigan emas. Xushallik, bearomlik, sabablar topilgan vaqtda qo'rqish, hazm qilish, nafaslanish, odamning egiz qis paka bo'lishi, oqqar bo'lishi, undan boshqa inson yaratilgan tabiatlar va hamda ma tabiatlarning bo'lishi, bo'lmasligi yaratilma qonuniyatga bo'ysunadigan ish. Xudoyim qanday yarasa shunday bo'ladi Alloh. Qandaqdir mukallafning irodasiga bo'ysunadigan emaski, mukallafni tanlash. Agar mukallafni tanlash bo'lsa, odam boshqacha bo'lsa bo'ldi. Men egiz, chiroyli odam bo'lsam bo'ldi debchi. Demek ma yuqoridagi ishlar insonning qudratidan sirt ishlar, bu insonga nisbatan mumkinatlarning qatoridan emas, shunlashqa manda ishlarga taklif qilinmaydi. Tamam, buni tushungandan keyin biz bir savol so'rash to'g'ri keladi bu yerda. İnsanning tabiiy o'zining tabiatiga munosabatlik inson o'zini kontrol qilolmaydigan bir ishlar bor. Bularga taklif qilish to'g'ri emas deb gap chiqdi, ammo ba'zi narsalarda mustaqillikni uchirtamiz. Anlap bakalım o neslerini. Abdur da vardı. Ve izâ varada fi ba'd nusus. Bazı neslerde zahir ise şununda insanga muşu yukarıda biz tilgagan işlerin içindeki kudreti yetmeydigan. Leyse maqduran degeni insanın kudreti olmagan bir birlik işlerga teklif qilganlik vadek bir nesle uçraytımız. Endi bu neslerini öz zahirisi boyunca tushunmaymiz. Şununla obdan nazar tashlagan vaqti var. Bir tahqiqi nazar etgan gap, obdan nazar tashlab nazar yuguzgan vaqtimizda shu oydinlashadiki, bu amaliyotda biz tushungandek tarafga emas, inson qila oladigan tarafga qilgan taklifat. Masalan, bizga savol kelgan, e'tiroz kelgan bir nas Rasululloh hadisda la tag'dob dedi. La tag'dob degan va g'azablanish masalasi odam o'zi g'azablanmaydigan ish bo'lamda. Yo'q, g'azablanish insonning tabiiyati yaratilma tabiiyati shu ochiq kelib qolgan ish yuz bersa ochiq keladi inson degandan ochiqqa kamsin degan olmaydi. Andas buni qanday tushunamiz desa, biz buni tushunmaymiz. Balki g'adob degan fe'l ikkiga ishlatiladi. Birisi ochiqqa kelish. Ochiqqa kelish bu yaratilma ish, buning amali yo'q. Yana birisi ochiqlanish. Ochiqqa kelish bilan ochiqlanish ikkisi farq bor. Ochiq kelish yüz bergan vaqtda ba'zi bir yomon ko'radigan yüz bergan vaqtda insonni tabiiy bo'ladi. Ochiqim kelmaydi, ochiq keladi odamning. Ammo ochiqlanish shu ochiqqa kelishning natijasida odamdan sirt ko'z beradigan, masalan, ochiqlanib tillayma, ochiqlanib urma. Hadisda dal la tag'dab degani ochiqing kelmasin demakchi emas, ochiqlanma demakchi. Ochiqing kelsa-mo, o'zingni besib ol, o'zingni tutib ol, tillama, uma, qayma degan gapchi. Şuna açık kelish tabiiy ish, lekin açıqlanish kasbiy ish, inson o'zi qiladigan ish. Meyda Rasulullahning to'sqini dal açıqlanish. Hadisni shunga nima deb tarjima qilamiz desa, açıqlanma. Açıqing kelmasin emas, açıqlanma. G'azablanma deb tarjima qilishning o'zimi ba'zi nuqtadan agarlarga g'azablanish degan ikki xilga ma'nosi ashno bir nuqtasidan to'g'ri, ammo açıqlanish bo'lib qolsa, açıqqa kelish bo'lib qolsa g'azablanish ma'nosi vaqt to'g'ri emas. Agar dish to'g'ri kelib qolsa, qayma deb tarjima qilish kerak. Yoki bo'lmasa, ochiqlanma deb tarjima qilish kerak. Lekin ochiqing kamson g'azablanma desa, odamning g'azablanish ichki dunyosida bir xil ochiq kelish, bu tabiiy ishda bu. Bu hadisning zohirisi tabiiy ishdan cheklashlikka taklif qilish, ya'ni g'ayri kasbiy bo'lgan inson o'zi qilmaydi. U bo'lsa-mu, sabablar topilgan vaqtdagi ochiq kelish bundachi. Lekin buning haqiqati, nasning haqiqati bo'lsa, ochiqqa kelishga ergishib keladigan ishlarni yig'ilishni taklif qilish.
Yani açık kelgan vaqtida açık kirikli ägiş kiladigan bir ta'sir var. Masalan, bayatın degandek açık kelgan vaqtda açıqlanıp saladı adam. Kayıp saladı, urup saladı. Muşu işlardan tosaş. Açık kelgan adamga nisbatan g'adub, açık kelgan adamga nisbatan qo'shiladigan aning ichki dunyosining qo'zg'alib ketishi, intiqom ko'rinishlari, xab go'yda buni tillab saladigan, urib saladigan ma ishlardan yig'ilish taklif qilgan. Unda olganda bu yerda hadisda bizni taklif qilgani biz qilmaydigan ish emas. Açıqlanma demakchi emas, balki açıqning keyniga kirma, o'zingni besib ol. Açıqın kəmsin deməkçi emas, bəlkə açıqlanma, yəni üzəngni besib ol, kayma, intiqam alma, tillama, kayma degan gapda. Yəni murad üzəngni açıqın kelgan vaqtida besib ol və üzəngni aş yaman açıqninki yaman aqibatidan, asari sayyi'a degan yaman aqibatidan yig'ib ol degan gapçı. Ma'no maqsad bu bir keltirilgan hadis. Biz bunga javob berdik. İkinci bizga e'tiroz shaklda keltirilgan hadis: Kun Abdullahil maqtul va la takun Abdullahil qatil. Allah'ın öldürülgen bendesi ol, öldürgüç bendesi olma dese. Bunun zahirine qarasak, başkalarının onu öldürüdükte seni öldürüyorsun degan gapda. Ma kun olgandan çoqum sen başkalar tarafından öldürül degan gap. Bu haqning qiladigan ishga taklif qilayotgandek meydi. Lekin bunun haqiqati nima desa, zulm qilmaslik, tajovuzchilikni avval boshlamaslik. Mesela sen zulm qilma. Haqqa zulm qilma demakda ma'no ifodasi. Yana bir ayat keltirilgan hadis. Ahibbullah lima asda alaykum min ni'amihi. Allah sizlarga töküp etken, bergen nimetlerge qarata Allah'ın yaxshi ko'ramiz. Bu hadisning zahirisiga qarasaqmi, bu muhabbat kelgan bir taklifat. Muhabbat degan odam tabiiy tildigan narsa. Tabiiy tildigan narsa. O odam birini yaxshi ko'raman deb yaxshi ko'radigan, uch ko'radigan ish emas. Qanday uchun biz anda bo'lsa, buning haqiqati Allah sizlarga bergan ne'matlarga tafakkur qilishga bo'lgan haqiqatki, hattoki davomli Allohga shokirin, zokirin bo'lishinglar. Masalan, deylik, bir odam yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lsak, qara, u senga manda ishni qildi deb, qilgan yaxshiliklarini eslatib qo'ysak, tabiiy yaxshi ko'rildi emas. Meyadima, hadisning oxiri qaranglar, lima asta alaykum min ni'amihi qargan vaqtda Rasululloh bu demoqchiki, Allohning ne'matlarini eslab, Allohga bo'lgan muhabbat paydo bo'lsin qalbinglarda demoqchi. Inson buyruqini Allohning ne'matlariga qana qilish, shukr qilish, Allohning ne'matlarini eslash. Ma'noqda, manda tushunamiz. Yana bir oyatda "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Sizlar musulmon holatda o'langlar desa, bu oyatning zohirisi kishilar mukallaflarni shu o'lgan vaqtida musulmon bo'lishga taklif qilish. Bu inson qudratliga ish emas. O'lganda menda o'lib olay, anda o'lib olay deydigan ish. Lekin buning haqiqati nima bo'lsa, ularning iymonini mustahkam qiladigan, aqidalarini chingitadigan yo'lda davom etishga taklif. Hattoki ularning din ustida o'lishga bag'anga qadar yoki berish uchun. Sizlar musulmon pati o'lish uchun tirishing degan gap. Musulmon pati o'lang degan gap emas. Iymoningizda mustahkam turinglar, ching turinglar, shu yo'ldan adashmay turinglar. O'lganga qadar degan gap bunda mohiyati. Shunda demak bu yerda yana inson qilmaydigan ishlar taklif yo'q. Yana bir hadis, yana bir oyatda likay la ta'saw ala ma fatakum va la tafrahu bima ataakum. Oyatning zohiridan chiqadigan mazmun inson o'tib ketgan narsaga bearam bo'lmaslik, kelgan narsadan xushallanmaslik. Bu bir xil zohiridan chiqadigan xushallaninglar, xushab ketmanglar, bearam bo'lib ketmanglar desa, xushallik, bearamlik degan insonning o'zining tabiiy ishi. Sabab topilsa xushal bo'ladi, sabab topilsa bearam bo'ladi. Qanaqdir men bearam bo'lib olay, xushal bo'lib olayda bo'ldigan ekan. Unda olsa odam o'zining butun kunlarini xushal o'tkazgusi va odamninki. Buni degan gap anda olsa desa, yo'q. Hada g'ayri maqdur la, bu insonga g'ayri maqdur, qudratiga emas. Lekin ma'nasininki haqiqati dal bearamlikda tushib ketishga ergishib keladigan g'azab. Xushallikqa tushib ketishga ergishib keladigan po'chilik va ma'madonlikdan iborat ishlardan cheklashga, demakchiki, sizlar ba'zi bir musibatli gap qilib, ziyonli gap qilsa, bearam bo'lib o'zingni tashlab etmanglar demakchi. O bearam bo'lish bo'ladi, lekin o'zingni tashlab etmanglar. Bearam bo'lib, umidsizlanib, voy anda olib ket, bunda olib ket deb ketmanglar. Ba'zi bir insonga omadlar keladi, yaxshiliklar keladi, bu vaqtida voy biz degan kim o? Mana munda olib qolgandan keyin biz munda oldik. Biz qila olaymizmi deb bunda po'chilishib ketmanglar degan gap deydi bu yerda. Bu insonning qudratidagi ish. Bearamlik, xushallik insonning qudratidagi ish bo'lmasa-mu, shuningga ergishib keladigan ta'sirlar insonning qudratidagi ish. Demak, va hakaza mana shuningdek kullu ma warada min amsal hadhihi an-nusus. Mushu naslarga o'xshash kelgan barliq naslar amaliyotda mundaq deb tafsir qilinadi. Muavvalligini mundaq deb tafsir qilinsa bo'ladi-ki, buningdagi taklifat ya shu tabiiy ishga ergishib keladigan narsalarga qarata
tabiiy ishqa ergishib keladigan ta'sirlarga qarata bo'ladi yoki uning oldidagi bavois sabab va turtkilarga qarata bo'ladi. Ma keyindan kelgan ishlar, oldiga kelgan ishlar insonning kasbiy ishlari, insonning qudratli ishlar, dal taklifat shunga qarata qilingan. Qanaqdir aloqa tabiiy ishqa emas deb bundaq tafsir qilin. Demak, xulosalasak biz yuqorida mahkum fi'ning 3 sharti bor edik. Buning 3-chisi sal muhimroq. Yani 3-chisi bayatgan gaplarning hammasi nereden chiqdi? 3-chisidan chiqdi. U o'simi shar'an taklif qilinadigan mahkum fih bo'lgan, mukallaf bih bo'lgan ish inson o'zi qila oladigan ish bo'lish kerak. Qanaqdir tabiiy, o'zi qila olmaydigan, yaratilma, manda ishlar bo'lib qolsa kerak degan shart qilinglarda qilib qolsa bo'ladi. Endi bu aloqa miyatdan bir gap chiqib qoladi hozir. Taklif qilingan mahkumun fih ish, ya'ni mukallaf bir ish insonga nisbatan mumkin bo'lishi degan mumkin bo'lmaydigan, masalan, qiyinlik darajasi yuqori bunda ishlar bo'lib qolsa, ya'ni bu taklif qilinmaydi ekan. Unda bo'lsa inson mushu mayli naslarda taklif qilingan ishlarning hammasi inson cho'qim qila oladigan oddiy ish bo'lishi kerak ekan-da degan menda xiyollar cho'qim oddiy ish bo'lishi kerak degan xiyol o'ylab qolsa qolmaydi. Javob turida aytadi: "Va la yatabadaru ila zihni" kallaga kelib qolmasin. Ola yetebadar ila zihn degani kalloga gap qolmasin. Ya'ni fi'l, aşı ish harakat mukallafga taklifatniki shunga shar'an taklif qilinishining durustilishi uchun mukallafga maqdur bo'lish kerak degan shartdan kalloga ma shart cho'qim ash ish harakatda mukallafga qarata hech qanday mashaqqat yo'q, bo'lmasligi kerakni taqozo qiladi deganlik gap qolmasin. İnsonga mumkin bo'lish degandan cho'qim har qanday ish inson oddiy qila oladigan unda mashaqqat olmaydigan ish bo'lish kerak degan gap qolmasin. Chunki ish harakatininki maqdur bo'lishi bilan mashaqqatlik bo'lishining o'rtada zilliq yo'q. Inson taklif qilinadigan barliq ishlar ma'lum darajada mashaqqatni xoli emas. Chunki taklifat degan nima desa, ma'lum mashaqqat va bir shakldagi qiyinchilik va ishlarga majburlash deganlik u. Taklifatning o'zini chiqib turgan lug'ati. Shunga mashaqqat uni cheklayolmaydi. Ammo mashaqqat yo'g'inab inson qilolmaydigan darajaga kelsa, tabiiylan bu ish nima ishning qatoridan mumkin emaslarning qatorida taklifat tushib ketadi. Lekin inson qig'iladigan shuni qilsa insonga haraj zarar yetmaydiganligi mushaqqat bo'lib qolsa-mi, bu ish taklifat ijro bo'laverdi. Bu ishga qarata bu ish insonning maqduridagi ish hisoblanib hukm ijro qilinsa bo'ladi. Shu Abdurmiyada shu munosabat bilan mashaqqatni ikki turga bo'lib bizga tushuntiryapti. O'quv deylar. Lekin mashaqqat ikki turlik bo'lib, birinchi turlik mashaqqat mashaqqatun jarat adatun nas, kishilarning odati buni kuturib kunib ketganlik. Kishilarning odati buni kuturib jari ketgan mashaqqat bo'lib, bu mashaqqat ularning toqat hududida. Agar bular bu mashaqqatni kuturib ketishga davom qilgan taqdirdami, bular hech qanday aziyat qo'shilib qolmaydi, zarar qo'shilib qolmaydi, na uning jiniga, na uning meliga, yoki ularning ishlaridan har qanday ishga. Mashaqqat deylik, masalan deylik, kishilar rizq talab qilish uchun sa'iy qilish yo'llarida davom qilishda ko'tarib ketadigan mashaqqatlarga o'xshashki, masalan, teriydi, dehqonchilik qiladi, tijorat qiladi. Umr bo'yi dehqonchilik qiladi, umr bo'yi tijorat qiladi. Hech qanday o'qib qolmaydi masalan. Undan boshqa xizmatchilar o'zining mas'uliyatini ado qilishda ko'tarib ketadigan mashaqqatlar, har qanday ishchi o'zining xizmatini ado qilishda ko'tarib ketadigan mashaqqatlar, mavlada umr bo'yi ishlab ketadi bir zavodda hech kim bo'lmaydi masalan. Endi shar'iy taklifatlar mushu xildagi mashaqqatni xoli emas. Chuqur bu taklifatlar ma'lum darajada su'ubat va qiyinchilik bor, lekin muhtamalaki ko'tarib ketgan bo'ladi. Buningga davomlashishmi? Davomlashgan odamga na zarar, na aziyat yetkazmaydi. Albatta shari ma taklifatlardan qanaqdir unga bog'lanib qolgan buni mashaqqatlarni maqsad qilmaydi. Faqat maqsad shuni ergishib keladigan masalih maqsad va mukallafni o'zining toqat had hududida onunğa ergishib qiladigan masalihlarning yo'lida mashaqqatni ko'tarib ketishga majburlashni, ilzom qilishni, vojib qilishni maqsad qiladi. Masalan, doktorga o'xshashki, shari bu joyda doktorga o'xshaydi-ki, kasalga achchiq dorini yeyishni majburlaydi. Mana yeysima dorini deb, nimishqa shuni yegandan keyin ergishib qiladigan kasalniki saqib ketishini iborat bo'lgan bir natija tufaylidan achchiq olsimi ye deydi. Og'ritsimi ukulni solaman deydi. Uni jarohatlantirib operatsiya qilaman deydi. Chunki ochiq doridan keyin, og'ritadigan ukuldan keyin, jarohatlantiradigan operatsiyadan keyin uningga ergishib qiladigan bir uning shifo tepish, sog'lomlik deydigan bir manfaat. Mush manfaat tufaylidan. Demak, o'z kasal, dorining ochiqini kasallardan saqish yo'lida ko'tarib ketadi masalan.
Xuddi mukallaf shunga ham o'xshaydi. Masalan, namoz desak, zakat desak, ro'za desak, mukallaf buyurilgan va cheklangan boshqa qolgan ishlar desak, shu ishlarni ijro qilishda nav'u mashaqqat degani ma'lum darajada mashaqqat bor. Va su'uba ma'lum darajada mukallafning o'ziga qarata bir qiyinchilik bor. Lekin bu mashaqqat, bu su'ubatlar ko'tarilib ketadigan su'ubat, qiyinchiliklar. Ko'tarilib ketadigan degani sabr qilib ketgan bo'ladigan va toqat had hududidagi mashaqqatlar. Bu mashaqqatlar dal insonning hayoti normal bo'lishi uchun shuningdan orilish bo'lmaydigan g'oya va manfaatlarning vositasi. Shuni qilish uchun azoq mashaqqatga chidash kerak-da. Shariat qandaqdir mukallafni azoblashni, mukallafga mashaqqatlarni otib qo'yishni maqsad qilmadi. Faqat maqsad uning ahvolini isloh qilish. Xuddi doktor kasalni azoblashni maqsad qilmagandek, dorining ochiqligi faqat uning saqayishini maqsad qilgandek bir ish. Bir misol keltirildi-da bu yerda. Bu bir turligi, ya'ni ko'tirib ketgan bo'lgan mashaqqat bu mukallafninki had hududida bo'ladi. Bunday mashaqqatlar tufaylidan ish mumkin bo'lmaydigan ish bo'lib qolmaydi. Taklifat durust bo'laveradi bunday. Ikkinchi mashaqqat kishilarning odatidan chiqib ketgan mashaqqat. Ya'ni haq qilsa qilinmaydigan yoki davom qilsa zarar etadigan, aziyat etadigan mashaqqatda. Ya'ni ular u mashaqqatni ko'tarib ketishga davom qilishga mumkin bo'lmaydi. Chunki ular o'sha mashaqqatga davom qilsa, inbattu degan gap uzilib qoladi, tugishib ketadi. İnqata olmuş bir ma'noda ularga zarar aziyat yetadi, mayli o'zlarining nafslarida bo'lsin yoki mollarida bo'lsin yoki ularning ishlaridan qanday bir ishda bo'lsin. Masalan deylik, ulab ro'zishga mashaqqat. Rasululloh shuni to'sqan bo'lgan ulab ro'zishdan. Bugun iftorda tamoq yeyolgancha zuhurlik yemay, aytsa iftorni qilmay, o'ginisi zuhurlik yemay, qachak davomlashtirgan ulab ro'zish va Rasululloh ba'zi tutdi, lekin sahobalar tutsa Rasululloh to'sqan masalan. Kechisi qiyam qilishda uzluksiz davom qilishga kechisi uxlamay har kuni bu inson zarar etadi masalan. Tarahhub rohibli masalan normal tarki dunyo bo'lib to'ymi qilmay, oilani tutmay rohib bo'lib ketish masalan. Quyoshning ostida turib ro'za tutish masalan. Men piyoda qildim deb mashiyan piyoda berib haj qilish. Ruxsat holatlaridami azimatni qanaqa qilish, ching tutib olish. Shu azimatni, nima ruxsatni tashlash orqali unga qanchalik zarar yesin. Buni ma mashaqqatlarga shari uning munosabatli bo'lgan taklifatlarga taklif qilmaydi. Mukallafga uni ko'tirib ketishni vojib qilmaydi shari. Chunki ahkamlarni yo'l qo'yishning birinchi maqsad kishilarning zararini ko'tarish. Ma'xildagi mashaqqat va nazarga taklif qilish, u kishilarga zarar selish, ularni taqis bo'lmagancha taklif qilganlik bu. Shunlashqa Allah ruxsat ahkamlarini o'zir tepilgan vaqtida mushu xildagi mashaqqatni deb qilish uchun shu ruxsat ahkamlarini yo'l qo'yganlik. Masalan deylik, Ramazonda iftor qilishni mubah qilganlik, og'riq yoki safardagi odam uchun, suv tepilmagan yoki kasal bo'lib qolgan vaqtda tayammumni mubah qilganlik masalan. Zarurat, hojat tepilib qolgan vaqtida mahsurat mubah qilganlik. Mush ishlarning hammasini shunday qilishi illa li dafi hadhihi mashaqqatga mush mashaqqatlarni dafi qilish. Uning ilgirki mazmunlarning hammasi manfi emasmi? Allah Ramazonda kasal yoki safardagi odamga iftorni mubah qilmadi. Su kasallik tepilgan vaqt, su tepilmagan kasallik vaqtida tayammum mubah qilishi, zarurat, hojat tepilgan vaqtda mahsuratlarni mubah qilmaydi illaki qilishning sababi faqat mush mashaqqatlarni qanaqa qilib dafi qilish uchun. Unda o'ganda mukallafni shari dafi qilish maqsad qilgan mashaqqatlar bo'lgan ahkamlarga taklif qilishga bo'lmaydi. Unda o'ganda yuqorida avtor ikki xil mashaqqat bo'ldi emasmi? Ikkinchi xil mashaqqat taklifati bo'lsa, taklifat to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni ikkinchi xil mashaqqat asl shari bandalardan dafi qilmoqchi bo'lgan mashaqqat. Shu ma'xildagi mashaqqatlar ahkamlarda bo'lmaydi. Xo'sh, endi ma'xildagi mashaqqatlar shu mashaqqatlarni taklif qilingan ish tartib akillar oshib qolsa. Degani, masalan, bir hukmda shu ikkinchi xil mashaqqat bo'lib qolsa, bu mashaqqatlarni Alloh ruxsat tashri'at ahkamlari bilan rad qilib o'tdi. Masalan, namoz o'qish. Safar shunday bo'lib qolsa, namoz ig'ir keladi. Ba'zi ishlar qamlashmaydi, ba'zi mashinadan qolib qoldigan chiqadi, masalan. Avtomatik holatda Allohning ruxsat berishi bilan namoz 2 rakatga tushadi, qasr jami' qilsa bo'ladigan yerga tushadi. Demak, mashaqqat voyada tabiiy ruxsat keladi. Og'rib qolgan vaqtda ro'za tutish tabiiy ig'ir keladi mashaqqat. Jiddi qo'llanmaydi. Nurg'un kasallarga u tamoqini so'nmaydigan, do'rini so'nmaydigan. Tabiiyki og'rib qolgan vaqtda iftor qilish tushadi. Demak, ma'qul mashaqqat shunda tepilib qolsa, ahkam darhol naga tushadi, azimatdan ruxsatga tushadi.
Endi şu mükellef aşu meşakkatlarni özünün iradesi bilen tatip etken takdirdimi şara onu şundan tosti Resulullah onu onunga nima şara onu o bendige haram kıldı. Şuna şık Resulullah ulap roz tutuşdan tosti, keçinin hamida qiyam qilishdan tosti, rahib bo'lib ketishdan tosti dediki, "Oy diqqat, vallahi men sizlardan Allohdan eng qo'rqadiganinglar Allah'ın en takvalığını men, lekin men rozum tutma ve tutmayma, namaz okuyma ve uxlayma, toyma qilma. Mana mening yo'lim, qanday qadam mush yo'limdan chiqib kelsa, o mendan emas. O mening yo'limni mangan bo'lmaydi deb ma'qildagi mashaqqatlarni uzga akilib olganlarni chekildi Rasulullah. Quyoshning ostida turib roza chiqib nazar qilgan odamga nisbatan rozani tutdi va quyoshning ostida turma dedi masalan. Andı keyin bir hadisda işlarning qudratini yetadiganlarni qiling dedi masalan. Yana bir hadisda al-qas tablug'u normal yo'l tutinglar, maqsadga yetishil dedi. Yana bir hadisda halakal mutanatti'un bak cho'nqur bir ishlarni cho'nqur qilmoqchilar halok bo'ldi. Masalan ishni zo'lab hammasini o'ziga jafoga solmoqchilar halok bo'ldi. Yana bir hadisda inna hada din matin madin intan ching din shunama. Fa'awghil fihi birifqin mulayim ish qil buni mulayim ker masalan yumshoqlik bilan ker normal ker din walan yushadda din ahadan illa galabahu dinni hech kimga chingitib ang oxirsida din u odamning ustini g'alaba qilsan dinni chingitib dinning ustini g'alaba qila olmaysan mabredes yemerista innal munbat uzlub qolgan odam degani ulug'un uzlub qolgan odam masalan munbat degani asli bu arablarning qilib qolgan bir maqol tamsilni Rasulullah hadis qilib degan ularni hadu qalğılı qo'ymay, masalan at yoki eshak yoki tugini mengiversa, asli hadu qoldirib normal uni usab qolgan bo'lsa suv ichkizib, qusqachib qolgan bo'lsa bir narsa yegizib, o'zini hadu qilib mangsa, o'zini charchab qolmaydi, ularni saq boradi, safarni tugaydi. Lekin unda qilmay bir haydigan pata haydavasa, oxirida ulu duo aytdi yoki tugilsa, shunda odam munbat bo'ladi. Shu munbat odam munbattu degan shu yo'lda uzilib qolgan, ulug'ini olib qolgan odam na bir zaminni kizanmaydi, na bir uchini qoldirmaydi degani, uning minadigan narsasi yo'q. Yarim yo'lda qoladi, tugusimi yoki etimi o'ladi, shuni bilan hamma ishi xarob bo'ldi degan mana shaklda bizga dinda normal yo'l tutish, dinning ahkomlarini butunlay zo'lab qiyinlashtirib etmay, Alloh qanday solashtirgan bo'lsa, shu bo'yicha, qanday buyurgan bo'lsa, shu bo'yicha atmab, oxirga chiqishni Rasululloh buyurib o'tdi masalan hadisda. Rasululloh ruxsatni tashlab, azimatni tutgan, shundagi zararini ko'tirib ketib tutgan odamni gunohkor deb hukm qildi masalan. Dediki, "Laysa minal bir as-siyam fi safar." Safar ro'za tutish yaxshilik emas dedi. Dediki, "Innalloha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Alloh o'zining ruxsatlarining tutilishini, xuddi azaimning tutilishini nima ko'rgandek, yaxshi ko'radi dedi. Demak, mushu yuqoridagi narsalarning hammasiga bizga shuni ifodalab beradiki, biz bayat mashaqqatni ikkiga bo'ldik. Ikkinchi xil mashaqqat deb bilib qolgan ahkamlar ijro qilinmaydi yoki shu ahkamning o'rniga azimat tashlanib, shu ahkamning o'rniga ruxsat ahkamlari qanday dasaydi. Unda olganda o'zimizning darsini bir xulosa qilsak, boshdan tortib, bugungi darsning cho'ng asosiy mazmuni mukallaf bih, ya'ni mahkum fih deb qo'ydik. Shu mukallafningki hukm munosabatligi bo'lgan ish harakati cho'qim mukallaf nazarida to'liq bilinish kerak. Mush ish qanday ish? Ikkinchisi, bu masala oddiy birinchi. Ikkinchisi, mush ishga qarta kelgan taklif qilish huquq va zot tarafidan kelganligi ham bilinish kerak. Uchinchisi, o'sha mukallaf bih bo'lgan ish harakat mumkin yoki mukallafning qudrati bo'lishi kerak. Ma'usal kangri shu yuqoridagi so'zlagan mashaqqatning ichki turi, undan keyin kelgan boshqa mazmunlarning hammasi uchinchi shartga munosabatli mazmunlar. Shuni bilan bugungi darsimiz tugadi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.